Sopi. Magap iniq anla bilam. Merkezi oyun haberleri. Növbətdə sizlərə anlatmaqçı bolğan xəbərlərin əsası məzmunu tövəndikcə. 1. Sopi sehrigar zadı kim? 2. Sopi sehrigar zadı nima ishlarni qiladi? 3. Sopi sehrigarni qo'llag'uvchilar zadı kimlar? 4. Sopi sehrigarni qo'llag'uvchilarning asosiy xarakteri. Diqqətinizlər əsası məzmunda bolsun. Sopi 2023 yılı 3. ayının 21. günü Boran çapqınlıq keçide koçuda toğulğan. Hazırkı məlumatlara qaraganda Sopi sehrigarning iniq ailesi yoki dadasının barliqli xəbəri yo'q. Yuqori dərəcəlik axbarat xadimlarining ko'rsatgan xabarlarga qaraganda Sopi bir müşük bilan bir itning aralashmasi bo'lishi mumkin. Sopi sehrigar 20 yoshda san'at shuyaniki sehrigarlik kasbini g'ilpal bitirgan. Tuz, karol, matka, soldatdan boshqa alayda sehrigarlikni bilmaydi. Sehrigarlik aqmagan hozirgi vaqtda faqat tordan foydalanib yaxshilarni g'ajilash, tuhmat qilish, qusur izlash, betnam chaplash, putlash xizmatlari bilan alayda shug'ullanyotidi. Endi biz Sopi sehrigarning qo'llag'uvchilari to'g'riliq paransayli. Sopi sehrigarning qo'llag'uvchilari asosan Sanhua Mao, Meydan Mao, Li Hua Mao, Sanhua Mao, özüge o'xshash Jumao. Bular hammasi bir turkum Sopini qo'llovchi mushuklar. Bularning odatda kelib chiqish manbasi yo'q. Ya bular apasining kimligini yoki dadasining kimligini bilmaydi. Bularning hammasi Guangzhouda turishliq bir xonim ko'chadan yig'ib akib beqib olgan, bosh ko'zini silgan mushuklar. Bular Sopini qo'llash orqali xalqning ichida g'ulg'ula qo'zg'ab, torni qalaymqon qilib, torda nurg'un bo'lgan betnamlarni boshqa bir-biriga chaplab, yuzini to'kayotganlarning tipik misollari. Bu kishi bo'lsa Hashimkam. Bu kişimi Hashimkam. Bu kişimi haq taşıvetken müşük. Müşük kişi hazır uy bo'yicha, oila bo'yicha birdan-bir Sopini qo'llamaydigan men bilan müşük. Qolgan hammasi Sopini qo'llaydigan g'alchilar. Odatda Sopini qo'llaydiganlarniki alayda bir ixtiyori, alayda bir xarakteri, alayda bir nimasi borqi. Bizimiz baxma ko'rsib qo'yasizlarga. Odatda Sopini qo'llaydiganlardan mana Hasan, mana G'uncham. Bularning quyruqi yo'q. Ko'rdinglarmi? Sopini qo'llag'uvchilarning shu bir yeri kaltda. Hasan bilan G'uncham Sopini bak qo'llab, boshqalarni g'ajab, boshqalar tuhmat qilganlik uchun hozirgacha 3-4 oyni yoqi ko'yan, ig'iz og'rig'ini saqlayolmadi. Ig'izdan chiqqan gapni ig'izini tutdi. Mala hammasi Sopini qo'llab biraqol. Buni qo'lga yeb, to'yab, buni qo'lga yeb, to'yab miyada o'tag'anlar. Bu qizning ismi Qunduz. Qunduz. Qunduz emaskan sen qo'y. Qunduz emaskan bu. Qunduzmi bir g'alcha. Ko'rdingizmi? Mana Sopini qo'llag'uvchilar ana quyruqi yo'q. Mana, ma'lum quyruqi yo'q. Aytib balam. Seni quyruqini kesib qo'y. Mana. Sopini qo'llag'uvchilar quyruqi yo'q, sap